Zoshqo. Sanab qo'ya qo'y. Nechi? O'zi ehtiyot qiling, tog'a. Nechta pul, tog'a? 5000 lira. Nechta bor? Nechta olasiz? Hammasini olasizmi? Hammasini olaman. Hozir 4,5 beraman. Nechta bor? Bilmayman. Sanaymiz? Ha. 30 olaman 4,5. Bo'ldi, sanang, tog'a. Nechta olib chiqqansiz o'zi, tog'a? Bilmayman. Sanangchi, tog'a. Mesela aç bilmayman. Sanaymiz. 30 ta atrofida bor ekanda, tog'a. Mana Sanayki o'ziz nonda sanab bilma qilaylik. qarang, tog'a. Ko'nglim nima bo'lmayapti edi. Tog'a qarang. Bitta odam pul bergan, tog'a. Ha. Prosta ehson qilib yuborasiz endi. Haligi bitta duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Bu odam uchun ham, o'zim uchun ham men o'zim savdo qilaman mana bitta, tog'a. 300 ming atrofida bo'lsa kerak, tog'a. Buni sotib yuborasiz, tog'a, yoki uyga kirib ketasiz. Bugun damda olasiz. Bugun juma, ha? Bir tandir kelyapti-da. Tog'a, qani bitta duo qilasan. Alloh hamma dastimizga baraka bersin. Sog'-salomat uydagilaringiz, ayingiz, dadalaringiz, baxtli sog'-salomat. Hoji onaga borib keyin bu amalga ham sog'-salomat bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Tog'a. Rozi. Uydagilaringiz hammalari sog'-salomat bo'lsin. Otangiz, baraka qilaringiz. O'zingiz ehtiyot qiling, tog'a. Nechta farzandlar? Bitta o'g'lim bor. Nechinchi yil? 2003. 2003. Nima ish qiladi? Voy. Bo'ldi, tog'a. Omadingizni bersin. Videoni olib qo'yishdan maqsad qanaqadir yaxshi ko'rinish emas. Shunaqa loyihalar ko'paysin degan maqsadda qo'ydik.